Ruhlar zamini. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Dohua tahlil kanali va Uz Extreme. Bugun Ruhlar zamini yoki Dolu Dalu yoki Soul Land Xitoy yozuvchisi Tang Ji San Shao tomonidan yozilgan mashhur fantastik roman asosida yaratilgan Donghua va Manhua haqida gaplashamiz. Ushbu asar Xitoyda ham, butun dunyoda ham pik darajasiga yetgan kultivatsiya janridagi eng mashhur loyihalardan biri hisoblanadi. Xitoycha nomi Dolu Dalu, inglizcha nomi Soulland va o'zbekcha nomi Ruhlar zamini. Janri fantastika, sarguzasht, kultivatsiya, jang va romantika. Formati roman, manhua va donghua holatda chiqqan. Ruhlar zamini butun seriyaning birinchi asosiy qismidir. Syujetga keladigan bo'lsak, asar bosh qahramoni Tang San, Tang sektasining yashirin qurollarini mukammal egallagan daho shogird, u sektaning eng muhim sirlarini o'rganigani uchun tog'dan sakrab joniga qasd qiladi. Ammo u o'lmaydi, ruhi boshqa dunyoga ko'chadi. Tang San Ruhlar zamini nomli dunyoga qayta tug'iladi. Bu dunyoda sehr o'rniga ruhlar mavjud. Har bir inson 6 yoshda o'z ruhini uyg'otadi. Kuch faqat tug'ma ruh va mehnat orqali oshadi. Tang San kambag'al temirchi oilasida tug'iladi. Uning otasi Tang Hao aslida yashirincha eng kuchli ruh ustalaridan biri bo'lib chiqadi va unga teng keladigan qit'ada titul darajasidagi odam yo'q edi. Ruhlar tizimi. Dolu Dalu dunyosining asosiy ruh tizimi. Ruh nima? Ruh insonning ichki kuchi yoki asosiy quroli. Har bir odamda bir yoki ikkita ruh bo'lishi mumkin. Ikki ruhli odamlar daho hisoblanadi. Tang Sanning ruhlari moviy kumush o't, boshqaruv cheklash va ruh, sof osmon bolg'asi. Hao Tian Chu hujumdan eng kuchli ruhlardan biri. Ikki ruhga ega bo'lish nihoyatda kamyob holat hisoblanadi. Ruh ustalari darajalari, ruh ustalari kuchi, ruh kuch darajalari bilan belgilanadi. Ruh shogirdi 1-10 darajada, ruh ustasi 11-20 darajada, buyuk ruh ustasi 21-30 darajada, ruhiy oqsoqol 31-40 darajada, ruhiy ajdod 41-50 darajalar, ruhiy imperator 51-60 darajalar, ruhiy avliyosi 61-70 darajalar, qit'a ruhi 71-80 daraja, qit'a tituli 81-100 darajalar. Tang San oxir-oqibat dengiz ma'budi darajasiga chiqadi. Ruhiy yadrolar. Ruh kuchini oshirish uchun ruh ustalari ruhiy yadrolarni yutadi. Ular yirtqich hayvonlardan olinadi. Ranglari yoshi: oq 10 yil, sariq 100 yil, binafsha 1000 yil, qora 10 000 yil, qizil esa 100 000 yil afsonaviy darajadagi mahluqlar hisoblanadi. Tang San ko'p marotaba imkonsiz bo'lgan halqalarni yutib, rekordlarni yangilaydi. Shelak akademiyasi va Shelak yettiligi. Tang San Shelak akademiyasida o'qiydi. Faqat daholar qabul qilinadigan maktab Shelak yettiligi a'zolari. Tang San yetakchi. Xianwu yumshoqlik va tezlik, 100 000 yillik ruh hayvoni kuchi. Damu Bai oq yo'lbars ruhi. Zu Zugqing soya mushugi. Ning Rongrong yordamchi pagoda ruhi. Oskar oziq-ovqat ruhi. Ma Chonjun olov feniksi. Ular birgalikda dunyodagi eng kuchli jamoaga aylanishadi. Romantika. Tang San va Xianwu. Xianwu Tang Sanning bolalikdan sevgan insoni. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, u 100 000 yillik ruh hayvoni, inson qiyofasida yashaydi. Tang San uni himoya qilish uchun ma'budlarga qarshi chiqadi. Bu sevgi ruhlar zaminining eng ta'sirli jihatlaridan biridir. Asosiy dushmanlari Bibi Dong, ruhlar zali imperatori. Ruh zali dunyoni egallashni istovchi kuch. Turli titul doular, yashirin sektalar. Ma'budlik va yakun. Tang San oxir-oqibat dengiz ma'budi, Asura ma'bud darajasiga yetadi. U Xianwu bilan birga ma'bud olamiga ko'tariladi. Donghua haqida 3 animatsiyasi, yuqori sifatli jang sahnalari, 250 dan oshiq epizod ruhlar zaminini to'liq yakunlangan holatda Banana TV platformasida hozirda 40-qismgacha ko'rishingiz mumkin. Nega ruhlar zali aynan mashhur? Kuchli syujet, aniq darajalar tizimi, kuchli romantika, strategik janglar, emotsional qurbonliklar. Xulosa qilib aytganda, ruhlar zamini
Bu oddiy Don Juan emas, bu mehnat bilan kuchga erishish haqidagi hikoyadir. Do'stlik, sevgi, fidoyilik darsi. Daraja ko'tarish janrining eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Don Juandagi Tang Haoning o'g'lini qutqarish sahnasi bu butun boshli Don Juandan mashhurroq hisoblanadi. Sizlar bilan Don Juan tahlil kanali va Uz Extreme ssenariy muallifi Yoriji. Ushbu Don Juanni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Play Market va App Store'dan Banana TV platformasini yuklab oling va sifatli dublyajda original formatda topishingiz mumkin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.